Men ham ertaroq keldim. Atamrat siz kerakliksiz. Shuning uchun qistamay o'tiring, oxirinda aytasiz deb qo'shamat urdilar, shu bilan o'tiribman shu yerda. Qo'rqmay chalaveringlar, qarsakni hech yomon joyi yo'q uni. Maqsudbek nerede Maqsudbek? Tabriklayman. Odamzod dunyoga keladi ekan, bu hayotda orzu, umidlar ko'p bo'ladi. Maqsudbekning orzusi mana shunday to'y qilsam, mana shunday insonlar kelsa, mana shunday dasturxonlar yozib, mana shunday chiroyli, ajoyib Farhod Davletovga o'xshagan O'zbekiston xalq hofizi kelsa, Azamat Atajonov kelsa, Murod Qilichov kelsa, Atamrat kelsa deb buncha san'atkorni bir kunda oldirishni o'zi bo'lmaydi lekin. Bu Xudo degan yigit ekan, tabriklayman. Mana shu to'yga san'atkorlar nechalik ko'p kelgan bo'lsa, ikkala yoshni baxti, orzulari mana shunday ketma-ket ro'yobga chiqsin iloyim. Bugungi qurgan oilalari bir umrlik mustahkam, buzilmas, baxtli oila bo'lsin iloyim. Abdurahim aytadi, men uchun bir qarsak chalsinlar deb turibdi bu yigit. Hali sunnat bo'lganmisan? Iloyim sunnat to'yiga kelish nasib qilsin iloyim. Endi ustozlarimiz aytgan san'atkor degan bir elning xizmatkori. Men qo'lima tor olib, men ham bir ikki qo'shiq ayting desam, falan qo'shiqni aytib bering deb iltimos qildilar. Talablarına binoan hamma vaqtdan ham ko'p bugun meni dunyoga keltirgan onam bugun dim sog'indim. Sizlar ham sog'ingansizlarni, talablarına binoan onamni sog'indim men qo'shilib. Marhamat. Kech qolsam uxlamay tonggacha kutgan, qiynasam erkalab yuzlarim o'tgan. Yiqilma bolam deb qo'limdan tutgan, onamni sog'indim men, onam